Dolzarb 60 kun tadbirlari doirasida Pastdarg'om tumanidagi Samarqand gaz to'ldirish stansiyasida favqulodda vaziyatlarda harakat qilish bo'yicha maxsus o'quv-amaliy mashg'uloti tashkil etildi. Unda tegishli xizmatlarning hamkorlikdagi tezkor harakatlari amaliy sinovdan o'tkazildi. Yozning jazirama kunlarida sanoat obyektlarida xavfsizlikni ta'minlash, favqulodda vaziyatlarning oldini olish hamda xodimlarning amaliy ko'nikmalarini mustahkamlash maqsadida o'tkazilgan mashg'ulotda hududga Samarqand gaz ta'minoti filiali mutaxassislari, Pastdarg'om tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi, elektr tarmoqlari korxonasi hamda tez tibbiy yordam brigadasi xodimlari ishtirok etdi. Mashg'ulot ssenariysiga ko'ra gaz sizib chiqishi oqibatida yuzaga kelgan shartli favqulodda holat e'lon qilindi. Belgilangan signal asosida barcha xizmatlar zudlik bilan harakatga kirishib, hududni xavfsiz holatga keltirish, gaz sizib chiqishni bartaraf etish va yong'in kelib chiqishining oldini olish bo'yicha amaliy choralarni amalga oshirdi. Jamoat tartibini saqlash guruhi tomonidan xavfli hudud nazoratga olinib, elektr ta'minoti uzildi. Favqulodda vaziyatlar bo'limining yong'in qutqaruv ekipaji shartli yong'inni qisqa vaqt ichida bartaraf etdi. Gazdan shartli ravishda zaharlangan xodim xavfsiz hududga evakuatsiya qilinib, unga tez tibbiy yordam brigadasi tomonidan birinchi tibbiy yordam ko'rsatildi. Mashg'ulot yakunida barcha xizmatlarning harakatlari atroflicha tahlil qilinib, favqulodda vaziyatlarda tezkorlik, o'zaro hamkorlik va muvofiqlashtirilgan harakat sanoat hamda yong'in xavfsizligini ta'minlashda muhim omil ekani alohida ta'kidlandi. Shuningdek, o'quv-amaliy mashg'ulot davomida aniqlangan kamchiliklar muhokama qilinib, ularni bartaraf etish yuzasidan tegishli tavsiyalar berildi.